Oxirgi paytlarda jamiyatda odamlar umuman dam olmay qo'ydi miya tomonidan. O'ylanaveradi, muammolar, telefon, bo'sh paytida xabarlar, yomon xabarlar, rilslar, qisqa roliklar chiqib ketdi, ko'rib o'tiradi. Miya umuman dam olmay qo'ydi-da. Shuning uchun bir-birini odamlar gaplashib o'tirganda yoqmaydigan bo'lib ketdi. Ko'rgisi kelmaydigan bo'lib ketdi, urishib ketadigan, asabiy bo'lib qoldi. Mana qarang, bir joyda o'tirib, 1-2 soat telefonsiz, ekransiz odamlar bir-biri bilan suhbat qurib o'tirmay qo'ydi. Mana bu yosh, ayniqsa navqiron vaziyatdagi bolalar, yigitlar, qizlar miyalarini fokusirovka qila olmay qoldi-da. Ya'ni bir joyga mukammallashtirib, nuqtai nazar qilib, fikrlab, o'tirib, chuqur xayolga borib bilmay qoldi. Bo'sh qolgan paytlarida hattoki ovqatlanib o'tirganingizda ham telefonni ko'rib o'tirasiz. Nimadir ko'rib o'tirmasangiz, telefonsiz yoki ekransiz go'yoki sushestvovat qilmaysiz. Ya'ni yashayotganday emassiz. Lekin buni natijasida butun asablaringiz, neyronlaringiz, markaziy miyadagi sentrlaringiz juda ham aziyat chekadi. Oqibatda biror bir yaxshi narsani o'ylamaysiz, kayfiyat tushib ketadi. Miya doim loq bosh og'riqda turadi. Fikrlash qobiliyatingiz susayib ketadi. Yaxshi bir dam ola olmaysiz. Kechalari uyqungiz yarmidan buzilib ketadi. Mana shu barini hammasi miyani o'ta zo'riqishdan, gadjetlardan, telefon, ekran, programmalardan kelib chiqadi. Ko'pchiligingiz dori axtarasiz, u axtarasiz, buni ichib zo'r bo'lib ketarman deysiz. Pashli shundan ikkita hozir erkaklar O'zbekistonda bunga o'tib ketgan, desa stress yechadi deydi. Stress yechish uchun miyaga dam berish kerak. Miyaga damni har kuni 2 soat telefonga qaramasdan boshlash kerak. Xotiralar pasayib ketgan odamlarda, jizzaki bo'lib ketgan, birov gapini ko'tara olmaydi. Ayniqsa shofyorlar doim mashinada stressda yuradi. Unga qo'shimcha telefon. Ana shuning uchun eng yaxshi yechimni bittasi har kuni 2 soat telefondan yiroqlashish kerak. Yaqinlaringizga aytish kerak, men 2 soat telefonga qaramay qo'yaman, miyaga dam bermoqchiman deb. Sekin telefonsiz tabiatga qarang, atrofga qarang, bo'layotgan jarayonlarga qarang. Unda bir patologlarga, pardalaringizga, uyingizdagi shkaflarga, yerlarga, bu joylarga qarab ko'ring. Qaramaganingizga bir 3-4 yil bo'lib ketgan joylar bor uyingizda. Mana shularga e'tibor berasiz shunda.